Sergeli 3-metro bekatining yoni Golden Life shuni orqasidan kadastri chiqqan Novostroykamizning 2-etajidan 9 etajkalining 81 kvadrat 851 dollardan kvadratiga aylanyapti. Kadastri chiqib turibdi. 68900 dollarga berib yuborilyapti. Liftdan chiqqanimizda to'g'ridagi kvartira, mana ko'rishlaringiz mumkin. Kirganimizda o'ng qo'lga garderob uchun joylari bor. Sanuzyerlari alohida, mana ko'rishlaringiz mumkin. G'ishli dom. Kirganimizda chap qo'lda kattakon hol. 5 ta derazasi bor. Ikkita gulxona yoki bitta xona qilsalaringiz ham bo'ladi. Kattakon 4 xona kvartira qilsalaringiz bo'ladi. Kirganimizda birinchisi mana zal bo'lyapti turishiga. Unda o'tganda mana ko'rishlaringiz mumkin. Ota-onalar yotoqxonasi yoki detskiy xona deylik. Ikkinchi xona. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Ikkita romi bor. Bu taraf oshxonasi. Gazlari kelib turibdi, qo'shnilari ko'chib kirib yashab yotishibdi, kadastrlari chiqib bo'lgan. Turishiga, remontiga 10 ming dollarga xizmat haqi ichida, materiallar ichida usta prorab akamiz bor. Nomerlarini beramiz. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar. Faqat naqdga sotiladi. Sergeli 5-kvartal, shuni Golden Life Sergeli 3-metro bekatining orqasidagi domda. Lokatsiyasi bomba, dom juda shikolat. Shahardan shu atir Sergelida ham 12-13 million to'lab 2 yil, 3 yil Novostroykan kutasizlar. Bu esa 851 dollardan aylanyapti. 9 etajdan 2-etajda. Bizdan uzoqlashmang, arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Sergeli 3-metro bekat, Golden Life'ning shuni orqasida, Ipoteka bankning shuni orqasida joylashgan yangi Novostroykali domda. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda joylashgan. Bu tarafda mana maktablari bor. Bu tarafingiz mana Sergeli mashina bozor. 6 kvartal yonidagi 5-kvartal.